inson o'zini o'zi isloh qila oladimi? Inson o'zini isloh qilishiga Alloh taolo unga yordam beradimi? Alloh taolo agar o'zini isloh qilib tavba qilgan bandasiga qanday bir karamlar ko'rsatadi, qanday yo'llarni ochib beradi deb savol tushibdi. Psixiatr, seksopatolog va narkolog shifokor sifatida shuni aytamanki, huzurimga juda ko'p yomon ishlar bilan band bo'lib yurgan odamlar kelishadi. Men har doim ularga bitta insonni misol qilib aytaman. O'zim misol qilib aytsa bo'ladigan insonlar ko'p, lekin men tarixdan bitta insonni misol qilib aytaman. Va men u insonni juda ham yaxshi ko'raman va u insonni o'zimga ko'mir deb hisoblayman. Va o'sha inson kabi bo'lishga harakat qilaman. Bu inson kim? Bu inson Hazrati Umar radhiyallohu anhu. To'g'ri, nega siz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'mir deb hisoblamaysiz deyishi mumkin odamlar. Men albatta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'raman. U kishiday bo'lishga harakat qilaman. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tmishda gunoh qilmaganlar. U kishining o'tmishlari qora bo'lmagan. Hazrat Abu Bakr Siddiq, u kishining ham o'tmishlari unchalik qora bo'lmagan. Hazrati Ali radhiyallohu anhu shariatga o'zi arkonlarini boshlagan paytlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldlarida yurgan paytlarida u kishining yoshlari juda yosh bo'lgan. Yoshliklaridan boshlab yaxshi ishlarga undalib ketganlar. Hazrati Usmon radhiyallohu anhu, u kishi esa juda bir muloyim tabiatli inson bo'lganlar. U kishining ham o'tmishlari bunday qora bo'lmagan. Lekin Hazrati Umar radhiyallohu anhu o'tmishlari juda qora bo'lgan. Masalan, u kishi musulmonlarga juda ashaddiy dushman bo'lganlar. May ichganlar, sharob ichganlar. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'ldirmoqchi bo'lganlar. O'z qizlarini tirikday ko'mib yuborganlar. Xullas aytamizki, juda ko'p yomon ishlarni qilganlar. Lekin Hazrat Umar radhiyallohu anhu o'zlarini isloh qildilar. Alloh taolo tomonidan u kishiga yo'l ochib berildi. O'zlarini isloh qilganlaridan keyin Alloh taolo tomonidan yo'l ochib berildi. Va u kishi shunday bo'ldilarki, Amirul Mo'minin maqomiga erishdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning eng yaqin 4 ta yorlari, ya'ni do'stlaridan ikkinchisiga aylandilar. Abu Bakrdan keyingisi Umar radhiyallohu anhu edi. U kishi adolat timsoli bo'ldilar. U kishini shayton ko'rsa bir necha farsah masofadan qochadigan bo'ldi. U kishidan qo'rqadigan bo'ldi shayton. U kishini ismlarini eshitsa shayton darillab qaltiraydigan bo'ldi. Bu zot Umar radhiyallohu anhu edilar. Umar radhiyallohu anhuning tiriklik paytlarida Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga vahiy qilib aytdiki, 10 ta sahobani tirikligida men ularni jannatga kirishini bashoratini beraman dedi. Mana shu falon payg'ambarlar sahobalar jannatga kiradi. Uni ayting ey Muhammad deb Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga vahiy qildi. Va ulardan bittasi Hazrati Umar radhiyallohu anhu edilar. Ko'ryapsizmi? Bir inson o'zini isloh qilishi orqali shuncha yutuqlarga erishdi. Siz va biz o'zimizni isloh qilsak, Alloh taolo bizga ham shunday karamini, shunday rahmatini va marhamatini albatta ko'rsatadi. Shuning uchun yomon yo'lda yurgan, zalolatda yurgan akalar, ukalar, o'zlaringizni vaqtida yig'ishtirib olinglar va Alloh taologa yuzlanish vaqti keldi deb shu ishlaringizni to'xtatinglar. Alloh taolo sizlarga qanchalik baraka, qanchalik xayr, qanchalik bir o'zini rahmatini yog'dirganini amaliyotda o'zlaringiz his qilasizlar.